basharasiga $1000 otdim-da chiqib ketdim. Qo'ymaysan-da. Bo'pti o'rtoq, men boray. Qaqqa? Malikan oldiga. Bugun birdam olib keling. Oyna sanjanda bo'lib qoldingmi? 3 haftadan keyin to'ying. Bilaman, o'shanchun ham dam olib keling. Charchab ketdim to'y harakatlari bilan. O'rtoq, bo'y yetib qo'ygan sening bor. O'shanga xuddi o'zingga o'xshagan boladan sovchi kelsa beramiding? Bo'pti, xo'p. Tasavvur qil, kelajakda qiz farzandli bo'lding. Avaylab, asrab o'stirding. Unga xuddi o'zingga o'xshagan boladan sovchi kelsa beramiding qizingni? Bo'ldi, aqllilik qilurmaga. Men majburlikdan o'ylayapman, bilasan. Uydagilar qo'ymayapti. Tushundim. Balkim bo'lajak xotining ham majburlikdan erga tegayotgandir senga. Balkim hozir u ham kim bilandir. Og'zingga qarab gapir. O'rtog'im deb indamayapman. Chidomading, a? O'rtoq, men senga misol keltirdim xolos. Boshingga tushsa nima qilasan? Sochingni yulasanmi? O'rtoq, qayt. Bo'lmasa yomon qaytadi.